Nima bo'ldi? Uni faqatgina takroriy lavhalarda bilib olasiz. Juda ham uyatli holat ro'y bergan ayni shu daqiqalarda, lekin afsuski buni jonli efir vaqtida ko'rsatishmadi. Takroriy lavhalar bilan bizni chalg'itishmoqchi bo'ldi. Lekin bir fidoyi muxlis tomonidan olingan kadrlarda siz hammasini yaqqol ko'rishingiz mumkin. Hozir bafurja tushuntiraman. Bu Neftchi va Navbahor o'rtasidagi o'yin 3-2 hisobida Neftchi g'alaba qozondi. Birinchi bo'limda Neftchi 1-0 hisobida yutqazib turgan edi, ya'ni 0-1 hisobida. Ikkinchi bo'lim boshida Neftchi hisobni 1-1 qiladi va ayni shu daqiqalarda takroriy lavhalar berilayotgan paytda Navbahor 2-1 hisobida yana oldinga chiqib oladi. Mana bu gol evaziga. Hammasi joyida, muammo yo'qdek. Lekin mana bu kadrga e'tibor bering. Bir muxlis tomonidan olingan bu kadrlarda maydon markazidan to'p o'yinga kiritilayotgan paytda aynan assist qayd etgan Navbahorning o'yinchisi Neftchi futbolchilarining orasida yurgan edi. Bu yaqqol qoida buzilishi. VAR vaholanki bu jarayonda ishlayotgan edi, VAR bor edi. Lekin golni inobatga oladi. Nima deb o'ylaysiz? Bu adolatlimi yo ataylab qilinganmi yoki rostdan ko'rmay qoldimi? Nima bo'lgan taqdirda ham maksimalni bu videoni kerakli odamlarga yetib borish uchun tarqating va Navbahor Neftchi muxlislari iltimos bir-biringizga hurmat saqlagan holda o'z fikringizni yozing do'stlar.